Bu mantiqan to'g'ri, chunki siz o'tmishda ham va hozirgi kelajakda ham bo'lgansiz va muntazamlik bilan muvozanat nima ekanligini juda ham yaxshi bilasiz. Bu poydevorning asosi. Shunday, odamzod uchun sizning qanday ekanligingiz, kimligingiz va qanday ko'rinishingiz juda ham zo'r, lekin bunday holatda muvozanatni ushlash juda ham qiyin. Ish, martaba, oila, ijtimoiy tarmoq, buni hammasi. Meni ham aynan shu qiynaydi. Bilasanmi, qanchalik xato ko'p paydo bo'ladi. Yo'l davomida men muvozanatni saqlashim lozim. Hayotimni xotirjamlik bilan o'tkazishni istayman. Bilasan, o'tmishim shunaqangi dabdalaki, men lekin shunday bo'lsa muvozanatga egaman deyman. Hayotim rasvo bo'lganda bitta qiz bilan uchrashganman. U mendan bolali va juda ham rasvo edi hayotim. Meni qiladigan ishimni o'zi yo'q edi. Faqat maxsus kuchlarga borishim, jahannam haftalikdan o'tganligim, mashg'ulotim, bu tomonda esa ishim yo'qligi, pulsizlik, bu tomondagi haligi qizni umidi, xullas hayotim dabdala edi. Pulim bo'lmagan, hech nimam bo'lmagan. Men esa oila bilan hayot qurmoqchi edim, lekin bu tomonim juda ham rasvo ahvolda edi. Ko'pchiligimizda shunday vaziyat bo'ladi. Ya'ni bittasini hal qilaman desang, ikkinchisi, uchinchisi va sen shunchaki bosimda qolib ketasan. Bizning hayotimiz dabdala bo'ladi, chunki bizda o'zimizni tuzatishga bo'lgan ishonch yo'q. O'zimizni tuzatmagunimizgacha bu yo'lni senga boshlashga maslahat qilmayman. Avval o'z sayohatingni tugatmasdan, keyin yangisini boshlay olmaysan. Yaxshi boshlanish bo'lmaydi o'shanda. Men ham shunday deb o'ylayman. Yigitlarning ko'pchiligi kelishuvda ishlaydi. Ya'ni erkak kishi sifatida bizning mas'uliyatimiz juda ham katta, ayniqsa boshqa insonlarga. Masalan, meni jamoam, ishim, oilam, ishimdagi xodimlarim, buni hammasi mening mas'uliyatim va buni hammasi bo'ynimda va bu chindan meni ezib qo'yadi. Lekin biz o'zimizni qo'llab-quvvatlashga hech nima qila olmay qolgan vaqtimizda shunda bu paydo bo'lishni boshlaydi. Bilasan do'stim, hayotimda necha marta shunday holatga tushganman. Hamma menga shunday deyardi. Oila qur, uni qil, buni qil, baxtli bo'lasan, lekin menda ishonch yo'q edi. Meni muammoim tiqilib yotgandi. Shu uchun ham men bu muammoni hammasini hal qilmagungacha oila va bunaqangi ishlarni qila olmasdim. Meni to'g'ri tushuning, men unday inson emasman. Sen o'zingga o'zing mos odam bo'lmasang, sen yashay olmaysan bunaqasiga. Erkak bo'lsang o'zingni bilib olishing lozim. Haligi narsang bilan sen erkak emassan. Bu erkak degani emas. To'g'risi men ham shunaqangi rasvo inson bo'lganman, lekin jonimga tegib ketgandi. Shunaqangi jonimga tekkandiki, la'nati hammasini qaytadan boshlayman, kuchli bo'laman deb ahd qildim. Bilasam, yo'q. To'g'risi bunday ishlamaydi do'stim. Men shuni tushunib yetdimki, buni juda ham yaxshi tushunib yetdim. Bu unchalik ham yaxshi ishlamaydi. Men nimadir topishim kerakki, ana o'shanda men insonlarning mentalitetiga mos bo'lgan odam va haqiqiy inson bo'la olishim mumkin ekanligini tushundim va shuni amalda sinadim. Men kitobning yarim qismini o'qib chiqdim va men kitobingizni o'qiyotgan vaqtimda juda ham ko'p eshitdim va juda ham ko'p yilni bosib o'tganingiz haqida va bu so'zlar haqida. Yo'q, maqtamoqchi emasdim. Shunchaki o'tmishingiz haqida kitobdan juda ham ko'p ma'lumot oldim va meni hayratga solgani shuki, siz cho'zilish mashqi bilan muammolaringiz haqida gapirganingiz va sizning cho'zilish bilan shug'ullanishingiz va shu orqali hayratga qolgani shunchaki taslim bo'lmaganingiz bo'lgani. Yarim soat cho'zilishingiz yoki 1 soat cho'zilishingiz xuddi kunning 6 soatida ishlayotgandingiz. Kunning 12 soatda mashq qilish va bunaqasiga taslim bo'lmaslik va buni har kuni qilish. Bilasan, oldin hech kimga ko'rsatmaganimni senga ko'rsatmoqchiman. Dahshatli bo'lmasa bo'ldi, kitobda ko'rgandim. Yo'q, unchalik emas, chidaysan. Mana bu kichkina joyni ko'ryapsanmi tanamdagi? Mana bu joyni ko'rgan vaqtida juda ko'pchilik odam menga nima bo'lgani haqida o'ylaydi. Oyog'imga. Bunaqangi chandiq tiqilib yotibdi, hatto qoplonga o'xshayman. Tanangiz bo'ylabmi? Tanam bo'ylab shunday. Ushbu videoning to'lig'ini tomosha qilmoqchimisiz? Yoki shunga o'xshagan videolarni o'zbek tilida tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, sizni yopiq to'plamga taklif etamiz. U yerda asosan shaxsiyatni kuchaytiruvchi, sport, sog'lom hayot va inson hayoti uchun juda ham muhim bo'lgan ko'nikmalarni olishingiz mumkin bo'lgan videolar bilan to'la. To'plamga haftasiga 2 yoki 3 ta video qo'yiladi. Har 2 yoki 3 oyda katta bo'lgan podkastlarni ham tarjima qilamiz. 1 oy uchun to'plamga qo'shilish atiga 100 ming so'm. Bu summa necha yil o'tgan bo'lsa ham o'zgarmaydi, lekin vaqt o'tishi bilan video soni ko'payishni boshlaydi. Shunday ekan shoshiling. Telegramdan adminga podkast deb yozing yoki kanalimizga obuna bo'ling.